Bugün 12 noyabr. Əcdadlarımız öz hayatıdınmı muqaddas bilgen. Bu canıcan vatanның ussuz tuproqlarını milyonlarca şehitler qini bilan soğurup kelgen ve şiqqatim Şarkı Türkistan Cumhuriyetini g'albilik qurgan. Bu şanlıq, bu qutlug gün bizning. Bu ulug' Cumhuriyet bayramımız bizning. Bir ko'zimizda şadlıq, bir ko'zimizda yosh. Hasratdan tishlab qanatgan lavlarimiz bilan tabriklayotgan bu motamlik, bu azobliq, bu shonliq va iftixorliq kun bizning. Ammo ming afsus. Bu kunni 60 yildan beri hasrat ichida tabriklab, yo'q, xijolat bilan yerga patqancha xotirlab kelmoqdamiz. Mush kunni seg'inmoqdamiz. Mushu kunga talmurmoqdamiz. Mushu kunga intilmoqdamiz. Ammo razil, tajovuzchi, mustabid Xitoylarning hayvoniy zulmlari, vahshiyona irqiy qirg'inchiliklari tufayli jahannamga aylangan, bu qulluqda qolgan, bu Xitoylarning shum oyoqlarida dapsanda bo'lgan, biroq yanada qilchi bosh egmay, dog' tekkan g'ururini o'z qonlari bilan poklab, ozodlikning bu suvg'isiga ozliq qolgan bu jonijon, bilaklarga kuch, ro'yimizga qon, hayot baxsh vatan iftixorimiz bizni. Shundoq, bugun 11 ayning 12 kuni. Şarkı Türkistan'ı mundaqlı jutub algılı, yoki asalla unut quzg'ili olmaydiganligining po'latdek akidi. İşinimiz ki, bugunimiz unutilmay xotirlanib turadi ekan. Kelgusi 12 noyabrdagi mangulik Cumhuriyetimizga cho'qim muvaffaq bo'lmay qolmaymiz. Türkistan osmonida ay yulduzluq kök bayrağımızı örpeti görmek, mayli bunun için kerak bolsa bir emas ming qitim ölmek. Hayatımızı bir oddiy daraxtchilik bolsa-mu mustaqil, erkin yoki haqiqiy insondek azod davom ettirmek. Cümleden insanlarning insoniy qulluqiga xotima bermek. Mana bu chaqiriq, mana bu g'oya, mana bu ulug' nishon bizning. Shuncha ahonat, shuncha haqorat, shuncha nafrat, shuncha kamsitish, shuncha xiyonatlar orasidami birli Allohga bo'lgan mustahkam ishonchdan, o'z xalqiga va o'z vataniga bo'lgan muqaddas so'ygidan ayrilmagan, haqqoniyatni debla can taqdim qilib, qonga milinib yotgan yo'q. Balki o'z qonlari bilan g'usl qilib jannatga yo'l olgan ashu shehidlar, ashu qahramon mujohid azmatlar bizni. Ey ulug' Parvardigorim, bu arzu istaklarimizni, muqaddas g'oya, armonlarimizni bag'durroq ishga oshirib bergin. Ey dertmenlerinin g'amguzori, acizlarning boshpanori, senli bizning Parvardigorimizsan. Qayg'u, hasrat zulmatlarida senla bizning nurliq quyoshimizsan. Zulm, tahdid, vahimalarda senli bizning sabr, toqat, qalb taskinimizsan. Ey ulug' Parvardigorimiz, bizga nusrat bergin. Bu zalim Xitoylarga bergan muhlatingga o'z qudrating bilan xotima bergin. Endi bizga fursat bergin. Bizni ozodlik samosida erkin parvoz qilishga muyassar qil. Umid chanqoqligida yerilgan lavlarga visol sharobi, tirik ko'milgan jasorat ham shijoatlarga samo parvozi ato qilgin. Iymon va g'ururimizni Xitoylarga talabmagin.
Mana bu doimlik tilak, duoyimiz bizning.